Salom hammaga obunachilar. Bugun men yangi birinchi marta Roblox videosini YouTube'ga joylashim va bugungi videoda biz Real Brain Rot degichi o'yin o'ynaymiz. Va qani ko'p gapirib o'tirmay boshladik. Garama nechi $45 berar ekan sekundiga. Qani boshladik o'yinni. Bonika ambala bu level 6-level $38 berar ekan sekundiga. Bularni yig'amiz. Qo'limizni kuchaytiramiz. 2 daraja kuchaytirib oldik. Yaxshi, endi uzoqroqqa uchar. 2 voy. Larila $15 sekundiga. Yaxshi. Qani boshladik. Real. Cancel qilamiz. Boshqatdan o'tamiz. Yaxshi, normal. Rare zonaga o'tdik. Qani endi omadliroq narsa tushar. Trippa $300. Yaxshi do'stlar. Kayfiyat ko'tarildi. Endi asta kuchayamiz. 4 marta kuchaytirdik yana. Qani ketdik endi. 14 daraja bo'ldi qo'lim. 2 power bo'ldi. Yo, bo'lmaydi. 2 power. Kamlik qiladi. Bo'ladi, yaxshi uchdi. Rari zonaga uchdi. Yaxshi, tortyapmiz. Og'irroq ekan bu. Bir patapim. 275. Qani qo'yamiz. Yaxshi. Asta kuchayib boryapmiz. 20 bo'ldi qo'lim. Robertga 250 ga. Pul kerak ekan Robertga. 2-3 yaxshi. Epic zonaga o'ta olamizmi? Bir patapim. Hali brain rotlarni kuchaytirmaymiz. Chunki hali mayda-ku brain rotlar hali. Kam kichik pul beradigan brain rotlar bo'lganligi uchun kuchaytirmaymiz. Yaxshi, qo'limiz kuchaydi ancha. Endi qani 3x power. Epic zonaga o'tdik. Va nihoyat. Juda qiyin ekan tortish. 805. 25. Yaxshi. Zo'r kuchayapmiz. Qani 50 ga. Errorni olamiz.
46ga, 48ga, 70ga bo'lib ketdi. Mayli. 250 ga ekan. Halicha kerak emas. Mana o'xshamadi. Avtorelni bosamiz. Mayli. O'zimiz 3x power. Epic zona. Yaxshi. Ancha o'tdik epic zonadan. Qani trippi 1-3 sekundiga beradi. Yaxshi. Zo'r kuchayapmiz. Bor pulimga hozir qo'lni kuchini kuchaytiraman. Qani ko'ramiz qancha kuchayar ekan. Obuna va like bosib qo'yinglar. Roblox video birinchi marta chiqarishim. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yana chiqaring deb yozib ketsanglar, chiqaraman. Bu videoning ikkinchi qismi bo'lsinmi? Kommentariyaga yozamiz. Bu videoni uncha ko'p cho'ztirib o'tirmaymiz. Ikkaligi chiqsinchi. Yaxshi, qo'limizning kuchi 35 bo'ldi. Lakini qani ko'ramiz. Hech barik kerak ekan bu. Kerak emas. Qani. Hoppa, 2-4 yaxshi. Epic zonaga o'tdik. Tortamiz. Omadli brainrot tushunda ish qilib. Qani. Chimpanzini bananini yana. Qani birontang brainrot. Mana leri. Almashtirdik, endi buni sotib yuboramiz. Qani qayerdan sotiladi? Bu yer ekan, mana sotdik. Bu yerdan qani otaylik qani? Balkim omadliroq bo'lar. Yo'q. Qayta. Hoppa. O'xshamayapti, uncha uzoqqa uchmayapti. 3x powergacha borolmayapmiz. Cappuccino assassino nechi? Ko'ramiz. Buni sotamiz. Shu yerdan buni o'rniga qo'yamiz. $657 sekundiga beradi. Hozircha rodimizni almashtiramiz. Qarmoqni endi 1 millionga keyingi qarmoq. Powerni ham kuchaytirib qo'yamiz. Yana pul yig'ib powerni ko'proq kuchaytirsak, yaxshiroq uchadi, uzoqroqqa va yaxshiroq brainrotlar tushadi. Bir marta kuchaytirish ketdi, yaxshi. Bosamiz. Qani birik. O'xshamadi. Qani 3x yaxshi. Legendarniy zonaga o'tdik. Yaxshi, endi qani tortamiz, nima tushar ekan? Qani. Bombardino Crocodile 308 ga yaxshi. Garama. Bu o'yinda bot ekan. Boshqa o'yinlarda zo'r edi, garama. Qani 101 sekundiga voy. Hali mana erishaman bularga. Ikkita kuchaytirdim. Bo'ladi. Yaxshi, yomon emas. 2-5 yaxshi. 3
power 3x powerga o'tsak edik. Yana legendarni zonaga o'tardik. Qani Cappuccino Assassino rarilarga almashtiramiz. Lucky Brainrot. Trippa. Ya o'xshamadi bu. Hoppa, ana 3x. Yaxshi, endi legendarniga o'tadi. Har safar 3x power bo'lguncha yoki Svinina Bombardino 5-7 ga. Qaysi biri eng botir rare'larni olamiz o'rniga. Lucky Brainrot. Shieldga boramiz. Shield Brainrot. Unda inventordagi Brainrotlarni sotib bo'lmas ekan. Hammasini bitta sotish kerak ekan, shuncha ko'paytirib yubormaymiz-da, tez sotishga harakat qilamiz. Yaxshi, 3x power yaxshi. O'rganib oldim qanday qilishni. Sirini kommentariyada yozib qoldiraman. Davom etamiz. Burbaloni 4.5 ga. Shunday 45 ga bo'lib ketsa-ya. Sam bo'lib ketardi. Rare'ni almashtiramiz. Pulni yig'ib olaylik. Qani 1 million pul yaxshi. Qarmoqni o'zgartiraman. 65% omad. 5 million pulga yangi sochilar ekan. Qani ketdi. Bularga endi powerni kuchaytiraman. Bo'ldi. Qarmoq yo'q, o'xshamaydi. Ikkisi bo'lib qoldi bu safar. Mana legendarni zonaga yana o'tdik. Endi qo'lni kuchaytiramiz, bor harakatni qilib. Qani. Burbaloni. Give qilaverardim sal qolsa. 1.9 ga. Qani rare'ga almashtiramiz. Bunday qilsa ham ko'rib bo'lmas ekan. Bu endi pulni ko'rish qiyin ekan. Qani qaysi biri eng qimmat beradigan Brainrot? O'shanga almashtiramiz, o'shani kuchaytiramiz. 5-7 ga Svinina Bombardino. Shuni kuchaytirib yuboraylik. 7 ga beradi yaxshi. Qolgan pulga powerni kuchaytiramiz. Robertsga nima kerak ekan? 250 ga. 250 ga qoldiramiz. Pul kuyarmikan? Robert resets your power level. Powerimiz kuyagan bekor qilib. Pul kuymaydi. Menimcha pulim kuyib ketdi. Powerim kuydi. 5 bo'lib qoldi powerim. Robert qilamiz. 2 million so'rayapti. Qani maylim 2 million yig'amiz. Endi powerni kuchaytirish uchun 10 likdan kuchaytirsak pul kamroq sarflanadi.